Hurmatli baliq burch sohiblari, sizlar uchun 2026-yil iyul oyiga tarodan xabar. Iyul oyida siz qanday energiyaga ega bo'lasiz? Qani? Aqlli, xushchaqchaq, aqlli va kam xarjli shaxs. Xarajatingiz kamaygan yoki to'playapsiz yashirincha. Iyul oyida uncha-muncha narsaga pul ishlatmaysiz. Xo'sh, nimalar kutyapti? Oilaviy mehmondorchilik, oilaviy dam olishga chiqish, oilaviy yangilik, oilaviy qat'gadir yana mehmonga chaqirishadi, sovg'alar. Очень прекрасно. Omad siz tomonda, Koliso Fortuna, nimadir o'zgarishlar bo'ladi. Uyingizda obstanovka o'zgaradi, yoki remont qilasizlar, yoki ko'chasizlar, yoki yangi avtoulov, yoki yangi telefon, yoki yangi imij o'zgaradi, yoki maoshingiz ko'tariladi. Lekin siz yana nimanidir orzu qilib niyat qilaverasiz. Nimanidir niyat qilaverasiz, hurmatli baliqlar. Baliqlar, sog'lik bo'yicha o'ylaysizlar. Sizlarga vahima bosadi 8-iyuldan boshlab. Sog'ligingiz bo'yicha, bu qandaydir operatsiya bo'yicha yoki operatsiyadan qolgan ahvolingiz yoki operatsiya qilganlar bo'lsa, xavotirga sola boshlaydi sizlarni. Vitaminlar yetishmaydi. Vitaminlar. Siz ortiqcha xavotirga tushasiz. Xavotirga tushmanglar, ko'jalaring yaxshi bitmaydi agar plastik operatsiya qilgan bo'lsanglar. Yoki bu joylaringni, oyoqlaringni, yoki bu joylarini operatsiya qilib qo'ygan bo'lsanglar, lecheniya olaman deb yoshi katta ribalar, baliqlar. Bu o'zinglarni illyuziyaga solmanglar, mana ko'ryapsizlarmi? Ketma-ketlikda chiqyapti. Vitaminlar ichinglar, immunitet ko'taradigan tabletkalar ichinglar. Men sog'lomman deb yuraverasizlar, lekin immunitetni ko'taringlar yana ham. Doktor bilan maslahat qilinglar. Menga hech narsa bo'lmaydi, bo'laveradi deb yurmanglar. Oyog'ingiz og'riydi, immunitetni ko'taringlar. Faqat pulni o'ylaysizlar. O'zingizga nisbatan juda jimotsizlar. Nimaga shunaqasizlar baliq burch sohiblari? O'zingiz uchun juda jimotsiz. O'zingizdan pullar yeysiz, lekin birovlarga pullar yemaysiz. O'zingiz uchun oladigan tabletkangizni pulini yeysiz, oladigan ko'ynagingizni pulini yeysiz. Nimaga unaqasizlar? Nega? Sizlarga juda ham muhim-ku, o'zingizlardan yemanglar. Baribir tinmay ishlaysizlar-ku yoshliginglardan boshlab. Faqat mehnat ishlash-ku. Hammaga yaxshilik qilishni yaxshi ko'rasizlar, o'zingizlardan bo'lak. O'zingizlarga yaxshilik qilinglar o'sha. Ichinglardagi joninglar ham gapirib yuryapti. O'zimga yaxshilik qil deyapti. Sog'likka e'tibor qilinglar. Sog'lik qancha sog'lom bo'lsangiz, shuncha pul keladi. Qancha inqillasangiz, qancha joningiz og'risa, qancha kayfiyatingiz yomon bo'lsa, pul bo'lmaydi, sovuq bo'lib turaverasiz. Sovuq bashara bo'lib qolaverasiz. Tushunyapsizmi? Voy, sizlar yildan-yil rivojlanasizlar. Sog'liklari ham rivojlanib, sog'ligingiz ham joy-joyiga tushadi. Ish qilib hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat e'tiborli bo'linglar mana shu narsaga. Iltimos. Baliqlar, juda ham keraksizlar, juda ham kerakli burch sohibi bo'lasizlar. Hammasi yaxshi bo'ladi.